dumaloq bo'ladimi, har qanaqasiga bemalol svarka qilib beradi. Ko'ryapsizlarmi? Agarda oramizda svarchilar bo'lsa, bemalol tushunishadi buni. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Yana sizlarga yangiliklarni berishdan charchamaymiz. O'zi svarka qiladigan robotlarni xitoyliklar o'ylab topishibdi. Bu qanaqa ishlaydi deganlar uchun sizlarga ma'lumotlarni berib o'tamiz. Videomizga like bosib qo'yinglar va obuna tugmasini bosib qo'ysalar, sizlardan hech qanaqa pul ketmaydi, bizga pul kelmaydi. Shunaqa foydali videolar ko'proq odamga yetib borishiga sababchi qolasizlar xolos. Xo'p, bu apparatimiz har qanday qalinlikdagi metallarni bemalol svarka qilib bera olar ekan. Hozir endi svarka qilish xavfli bo'lganligi uchun ko'rgazmadamiz. Xavfli bo'lganligi uchun yoqilmagan va qanaqa holatda, qanaqa tartibda ishlashini ko'rsatib beryapti bir qator. Tanlamas ekan metal qalin bo'ladimi, yuqa bo'ladimi, dumaloq bo'ladimi, har qanaqasiga bemalol svarka qilib beradi. Ko'ryapsizlarmi? Agarda oramizda svarchilar bo'lsa, bemalol tushunishadi buni qanaqa sifatli qilib svarka qilganini. Ko'ryapsizlarmi? Agarda o'zim svarchik bo'lmasamda, lekin o'ta chiroyli qilib svarka qilingan. Hech joyda shlak qoldirmasdan. Xo'p, buni endi qanday ishlaydi, qanaqa holatlarda ishlaydi deganlar uchun o'zini miyasida sozlab qo'yilar ekan, o'sha joyda bemalol o'zi ishlayverar ekan. Oldida kimdir bunaqi deb turish shart emas ekan. Bu yerda endi videolarni ko'rsatib qo'yishibdi, qanaqa holatlarda ishlashligini. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsak, $11,000 ekan va undan tashqari bu yoqda 4 xil narsani kesib bera oladigan, svarka qilib bera oladigan apparatlarni ham xarid qilishingiz mumkin ekan. Bu moslamamiz 4 xil ishni bajarar ekan. Hozir videoda ko'ramiz. Svarka qilar ekan, kesar ekan va ko'pchilik joyda ko'rgansizlar, zanglagan joylarni tozalab berar ekan. Ko'ryapsizlarmi? Temirlarni tozalab beradigan apparat ham hisoblanar ekan. Qoyil. Va o'sha joyni svarka, endi svarka emasda, bu svarkani boshqa turida bu. Agarda bizni obunachilar ichida svarchilar bo'lsa, bitta o'zi tushunib olishadi. Qoyilmisizlar? Bularni lekin eng qalinligi 0,5 mm likdan 1 mm gacha holatda kesib yoki svarka qilib bera olar ekan. Zo'r. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsak, $11,000 ekan. Bularni narxiga o'zimizcha qo'shilib qoladi albatta. Logistika xizmati bor, olib ketish xizmatlari bor. Shuning uchun ozgincha narxlar qimmat bo'lib ketishi mumkin. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib qo'rasizlar.